Sizga ishonib keldim-da mana. O'zi nima qilamiz deb kelgan. Tungi klub. Nima? Tungi klub. Tungi. Nocnoy klubmi? Ha, keyin hamma bekorchilikka chiqib band bo'ladi. Hali kechqurun bekorchi yurgan, qorong'u joyda yurgan, o'tda yurgan, sang'ib yurganlar hammasi o'sha yerga yig'iladi, band bo'ladi, boshqa joylarda yurmaydi sang'ib. Band qilishni zo'r yo'lini topibsiz. Lekin bitta notarapi bor-da. Agar tungi klub qilsak, nafaqat yoshlar, mahalladagi yosh kattalar ham band bo'lib ketmaydimi aytdi? Yaxshi klubda shu hammasi. Qarang uni o'rniga. Bir to'la maktabning ichida katta sport zal bor. Shu yerdan bokschilarni chiqarib olib, shu yerda bersam, bir to'la shu yerga otsangiz, maktab yoshlari ham bir to'la band bo'lardi. Nima bo'ladi? Qanday bo'ladi? Bilmadim, maktabda qanaqa bo'lar ekan. Xohlasangiz mana orqa mahalladagi ana bog'chamiz ham bor. Bir to'la bog'chaligidan tarbiyalaysizda band qilib, umuman bekor yurmaydigan qilib. Nima deysiz shu fikrga? O'zingiz tez chiqib ketasizmi yo o'tgan safargidek yugurib quvlab borib uyingizga tashlab kelaymi?